Bu qo'yan Otang qani? U jannatda. Jannatdami? Alloh rahmatiga olsin. Bu yerda sen bilan kim bor? Tog'am bor. Amma Chaqir uni. biriga. RT jurnalisti Yahyo Barzaq G'azoda reportaj olib borar ekan, shu bolakayga duch keldi. Bu bolakay jannat nimaligini qanday tushunishi mumkin? U otasining endi yonida emasligini qanday anglay oladi? Shu lahzada vijdonim qiynaldi. O'zimni aybdor his qildim. Bu yerdagi bolalarning aksariyati allaqachon otalaridan ayrilganini bila turib, qanday qilib shunday savolni berishga jur'at etdim? deya o'zini so'roqqa tutgan jurnalist. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, urush boshlangan 2023-yil oktyabr oyidan beri G'azoda Isroil hujumlari oqibatida 65 mingga yaqin falastinliklar halok bo'ldi. Ularning ko'pchiligini ayollar va bolalar tashkil etadi.